Umid opa xonadonlikda ich qotishida Dufalak. 3-o'rinni beraman. Ertalabki ichiladi och qoringa laktoza tarkibida, ya'ni bu ichni yumshatishga yordam beradi. Qora olxo'ri. Qora olxo'ri ham juda ham foydali, ayniqsa uni ivitib yesa quritilganini 6-o'rinni beraman. Qatiq. Qatiq yoki kefir sal ichga yumshatish foydasi sal kamroq, 10-o'ringa qo'yaman. Glitserin nisvicha. Glitserin nisvicha tez yordam beradi, 1-o'ringa qo'ysam ham bo'ladi. Kivi. Kivi ham bu isbotlangan, ya'ni kuniga 2 ta kivi yeyish ancha hazm qilishni yaxshilaydi va ichni yumshatadi. 4-o'ringa qo'yaman. Yurish. Piyoda yurish ichak peristaltikasini yaxshilaydi. 8-o'ringa qo'yaman. Psyllium. Psyllium bu podorожника urug'ini nimasi, usti qobig'i hisoblanadi. Ichni yumshatishga yordam beradi. Uni 5-o'ringa qo'ysam bo'ladi. Makragol. Makragol bu astmatik, ya'ni ichni yumshatuvchi vosita hisoblanadi. Bu ham isbotlangan, effektivligi juda ham yaxshi, 2-o'rinda turadi. Turshak. Turshak yo bargak ivitib yeyish, o'zini yeyish ham juda ham foydali, kaliyga boy, ichak peristaltikasi uchun yaxshi, 7-o'ringa qo'yaman. Ertalab iliq suv ichish. Ertalab iliq suv ichish ichakni faoliyatini, uyg'onishini yaxshilab ta'minlab beradi, 9-o'ringa qo'yaman. Sanoch Umid opa. Sana umuman mumkin emas homiladorlik vaqtida, chunki ichakni motorikasi va harakatini juda ham tezlashtirish borishi oqibatida homiladorlikda o'ta xavfli. Sizchi, siz homiladorlik vaqtida bularni qaysi birini ishlatgansiz va qaysi biri yordam bergan? Albatta kommentariyada yozib qoldiring.